Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohruh. Klasslar. Bugun sizlarga nima o'tib beraman? Bugun 10-da qilingan bitimlarimni analizini ko'rib beraman. Xo'p, bu yerda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Endi qarasangiz bo'ladi. Men ertalab kirmayman bitimga. Oramda kirdim. O'shaning uchun 10:30lar edi menimcha bo'lmaymi. Mana shu kelgandan keyin men qaradim. Struktura bu yerda zona bor edi. O'chirib tashlasak, obyektga kerak emas bu yerda. Bizning zonamiz faqat mana shu qolgandi mana. Yuqoriga harakatlanyapti bozor. Chunki bu yerda qo'poroq o'tgan zona qolmadi. Undan keyin endi bu yerda qarasalaring bo'ladi. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Xo'p. Men nimaga kirganman? Nima uchun bu yerda kirdim? Endi agar bizlar M15 ga o'tkazadigan bo'lsak, obyomga ko'rsatib beraman sizlarga. Nima uchun bo'lgandi? Mana shu yerdan narx mana bu yerda reaksiya berdi. Undan keyin bizlar ushlab turadigan joyim mana shu yergacha ko'rishim kerak. Nima uchun bu yergacha? Az ko'rsatmaslarga mana shu yerda obyom bor edi, bizlar obyomimizni ko'rganmiz. Ancha bundan ko'rgan edim. Tak. Mana shu yerda katta obyom qo'yilgan, bu ko'rmayapti, lekin bu yerda katta obyom bor edi. Bilmadim nimaga qolib qopti. Xo'p, men keyin nima qildim? Bitim kirishim kerak edi. Mana shu yerda strukturaga qarayapman. Hammasi struktura bo'yicha, ya'ni bayib ketgan edi. Ya'ni qanaqasiga? Bu struktura yuqoriga bo'lgan. Mana bu yerda obyom bor edi. Mana bu yerda obyom yig'ib pastga sindirdi hammasini. Ravni ham tez qildi. Keyingi birinchi zonamiz sher edi. O'shaning uchun men mana shu yerdan kirdimdagin yuqorigacha ushlab turdim. Bu yerdagi bitimim menga 1/4 bitimni olib keldi. Xo'p, undan keyin kutdim yana. Bu yerga borib tez qilgandan keyin bozorda yana qaytarmakan degan narsa bo'ldi. Ya'ni pastga silga yetarkan deb. Lekin undan keyin deltaga qaradim. Deltada unaqancha yo'q. Xo'p, keyin nima qildim? Undan keyin yana kutdim. Va mana bu zonamiz oldik bizlarda nimaga? Chunki mana bu yerda agressivniy покупка mana ko'rishlaringiz mumkin. Agressivniy mana bu yerda silga bosim bo'lyapti, lekin bozor yuqoriga ketib qoldi. Bu yerda absorpsiya bo'lyapti. O'shaning uchun men mana shu yerga kirganman. Qo'poroq o'tganda mana bu yerda ham mana silga davleniya bo'lgan va tushib ketolmadi bozor. Mana shu yerda belgilab, undan keyin yuqorigacha kirdim men. Bizlar tik profitimiz mana shu yerga mana bunda uchida edi. Mana bu yerdagi obyomgacha qo'ygan edim. Ko'rsataman. Mana shunaqa edi. Chunki mana bu yerdagi obyomga likvidga qo'ygan edim. Mana bu ustidagi likvid bor mana. Mana likvid bor, undan keyin mana bu yerda ham o'sha kuchli zona bor edi. Naqd qaytaradigan. O'shaqa o'shaga ishladim. Bu yerda 1/3 1/5 bo'lgan edi nima ekan. 1/5 bitim ushlagandim. Endi qaranglar, mana bunda zona bor edi. Zonaga reaksiya berdi va undan keyin esa narx qotib qoldi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Narx qotib bo'ldi. Bu yerda kommunikativ ham o'smadi. Bu nimani beradi bizlarga? Что давление уже selga beryapti. Selga beryapti. Narx qotib qolgandan keyin zonani urib o'tolmay, yana bitta test qildik, bo'ldi bu. O'shandan keyin men kutdim, что mana shu yerda urgandan keyin qaytib kelishdan yana kiraman pastgacha. Va qayergacha ushlab turaman? Ushlab turgan joyim har doim birinchi likvidgacha. Uchib tashlasak ham bo'ladi, kerak emas bu. Mana shu likvidgacha edi. Chunki o'sha bu pastga tushib, mana uni o'sha o'yindan chiqarib tashlagandi. Mana bu zonaga tez qilib ketish kerak. O'shaning uchun men mana shu yerdan kirdim.
va yaratgan sabab berdi. Bunga qarashingiz mumkin. Bizning deltamizga. Menimcha ko'rinyapti degan umiddaman. Buni ko'rib turganingizda agressivni, ya'ni selgidaning ham 181. Mana o'sha urib o'tilmagandan keyin sonani 176 mana 46, 72 va lekin pastda 100 turibdi. Bo'ldi, bu yerda yo'q. Va narx qotdi. Undan keyin o'zi yashil boshladi. O'shandan keyin men pastga selga kirib ketdim. Xo'p, shunaqa ham. 10-daqiqada qilgan bitimlarim mana shular edi. Rahmat. Podpisatsiya bo'lib qolasizlar, belgilab.